Mana bularning o'rni hammasi yara bo'lgan, to'g'rimi? Toshmalarning o'rni mana bular. Ko'rib turganinglardek, mana alhamdulillah toshmalarning o'rni bitgan. Qayda mana shu teri kasalligi vrachi bor desa, shu bordikda juda ko'p joyga olib bordim. Eshitgan joyimga olib bordim. Telegramda gruppaga kimdir meni shu Dermalife nimasiga guruhiga, Bizning guruhimizga ha, sizlar guruhinglarga qo'shib qo'yibdi endi. Kuzatuvchilarning fikrlarini o'qidim. Ana kasal bemorlarni hali tashlagan rasmlarni ko'rdim. 20 kun, 25 kun deganda bilindi. Dermalife kompleks mahsulotini birinchi foydalangan paytimizda bitta qo'zg'alish prosesidan o'tamiz. Quruqshib, ko'chib, to'kilib, foydasi bo'ldi. Qo'llarida qolmadi, oyoqlarida ham borida qolmadi. Mana endi organizm melaninni qo'llab-quvvatlayapti va asta-sekinlik bilan butun tana o'zini holatini eski holatga qaytarishni boshlaydi, ya'ni tiklanishni boshlaydi inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar, salomatmisizlar? Barchalarning xonadoninglarga yaratgandan sog'lik, tinchlik, osoyishtalik tilagan holatda O'zbekiston bo'ylab sayohatlarimizni davom ettiryapmiz. Bugun yana bir kuzatuvchimiz, hurmatli onaxona pamma xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidamiz. Bu kishi qizlarini dardlariga shifo istab, Dermalife kompleks mahsulotidan xarid qilganlar va bizda lecheniya, davomli lecheniyani amalga oshirib kelyaptilar. Hozir u kishi bilan ozgina suhbatlashamiz. O'zlaridan o'tgan voqealar haqida bizga so'zlab beradilar. Onaxon opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bizni qabul qilganingiz uchun kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga ham rahmat aka. Vaqtinglarni ajratib, eshiginglarni ochib berganinglar uchun. Sizlar ham shunchalik bizni qadrlab kelganinglar uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Xursandmiz, xursandmiz. Biz uchun har bitta foydalanuvchi qadrlik. Inshaalloh mana vodiydan boshladik, endi vohaga qarab sekin-sekin yurishni boshlaymiz. Onaxon opa, savolimiz nima uchun aynan Dermalife kompleks sog'lomlashtirish markaziga murojaat qildingiz? Nima muammo bilan singlimiz qiynaldilar? Shular haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Meni qizimda shu 5 yil bo'ldi-da, mana shu tashqarida ana atirgullarimiz bor. Ana shuni qirqib, animasini kennoyisi bilan tashlayotganda jicha oyog'ini tatalab ketdi-da. Shu bilan hali qashib, ana qo'llari, yuzlariga nima bo'lib ketdi? Chatib ketdi. Ana o'zimizning Namangan viloyatida teri tanosil kasalliklar nimasi bor, shifoxonasi. O'sha yerda bir 3 marta yotib davolandik. 3 kurs lecheniya oldinglar, ya'ni teri kasalliklari bo'yicha dermatologiya markazida 3 marta lecheniya qilindi, to'g'rimi? To'g'ri. Undan tashqari ham haligi qayda mana shu teri kasalligi vrachi bor desa, shu bordikda juda ko'p joyga olib bordim. Eshitgan joyimga olib bordim. Yaxshi bo'ladi boshida. Keyin yana hali endi qichishadi, shekilli qizim ana yana yulib qo'yadi, yana takrorlanadi. Shunaqa bo'lib, yaxshi bo'lib keta olmadik. Keyin ash telefonda nimada Telegramda gruppaga kimdir meni shu Dermalife nimasiga guruhiga, Bizning guruhimizga qo'shib qo'ydi. Guruhinglarga qo'shib qo'yibdi endi. Mayli umridan baraka topsin, kimligini lekin bilmadim. Kimdir sababchi bo'lganmi? Kimdir sababchi bo'ldi. Uni o'qidim, ana nimalarni kuzatuvchilarning fikrlarini o'qidim. Ana kasal bemorlarni hali tashlagan rasmlarni ko'rdim. Bittada qaror qabul qilmadingiz. Avval ko'rdingiz, kuzatdingiz, to'g'rimi? Kuzatdim. Sizni fikrlaringizni o'qidim. Sizni berayotgan ana bemorlarga nima maslahatlaringiz, ashlar kuzatdim. Keyin telefon qildim. Telefon qilsam, kim oldi birinchi? Esimdan chiqib qoldi. Kol markazimizga qo'ng'iroq qildingiz. Eslatib o'tamiz, 55lik 520 54 raqamiga qo'ng'iroq qildingiz. Lekin ayol kishi edi. Keyin ular bilan gaplashmadim. Keyin ashlar bilan gaplashdim. Xullas nima qildim? Shunaqa so'radi, bizda nima holatimni so'radi, qizimning holatini so'radi. Aytdim. 3 kunda xullas zakaz berdim. 3 kunda dastavka bilan yetib keldi. Yetkazib berishda muammolar bo'lmadi. Yo'q, bo'lmadi. 1 oylik oldik. Birinchi endi men o'zimcha oldim. Lecheniya. Bir foydalanib ko'raydigansiz. Ko'raylik, nimasini, natijasi qanaqa bo'ladi. Albatta. 1 oylikni olib ko'raylik. Probniy kurs sifatida. Oldik. Endi 20 kun, 25 kun deganda bilindi. Ozmos. Ana yuzlariga rosa qizil narsalar toshdi boshida.
qo'zg'aladi dedingiz. Qo'zg'atilish, mana shu haqida ko'p, mana shu o'rinda gapingizni bo'lib ketaman. Qo'zg'alish prosessi haqida juda ko'pchilik so'raydi. Mana foydalanuvchimiz ham aytib turibdilar. Demak, Dermalife kompleks mahsulotini birinchi foydalangan paytimizda bitta qo'zg'alish prosesidan o'tamiz. Men sizdan so'radim shu nimada. Telegramda. Efirda. Efirdami yo nimadan? So'radim. So'rasam, shoshilmang, sabr qilaylik. Onaxon opa, sabr qiling. Bo'ladi foydasi. Oldin o'sha qo'zg'atib oladi dedingiz. Haqiqatan ham shu 25 kun, 26 kun deganda keyin shu quruqshib, ko'chib, to'kilib foydasi bo'ldi. Bo'la boshladi. Keyin Gavharoy. Gavhar Mirsalomova bizani bilan nima qildi? markazimiz, ya'ni teri tanasul kasalliklari bo'yicha kol markazimizda to'g'ridan to'g'ri murojaat qilgan mijozlar bilan Gavhar Mirsalomova, ya'ni dermatovenerologimiz ham birga ishlaydilar. Gavharoy, o'sha video chatda Gavharoyda nimalarni eshitdim, bemorlar bilan bo'lgan suhbatini eshitdim-da, keyin o'sha Gavharoy bilan nima qildik Telegramda. Ko'proq Gavharoyda nimasi bilan yana boshqa bir nimani qo'shdilar, mazni. Mana nima kremga. Dermalife kompleksga qo'shimcha yana dori vositasini taklif qildilar. Sinkavaya. Mazni qo'shimcha berdilar. Ruh, ya'ni oddiy, ya'ni uni tarkibida hech qanaqa gormon, sintetika saqlamaydi. Ruh mazini. Shunaqa. Shuni ikkalasini xullas ertalab bittasini, kechqurunga bittasini ishlatasiz dedi. Foydalandik. Keyin 2 oylik buyurtma berdingiz. Buyurtma berdim. Haligi takroran buyurtma berganlarga bonus deb berishdi. Arzonlab berishdi, lekin 2 oylik licheniyani oldim. Keyin mana hayit nimasida, keyin bir nimangizni eshitib qoldim. Bitta ayol nima qildi? Menda dedi, asabiylashib bo'lyapti, qichishish bor deb, siz bilan nima qildi? Guruhda eshitsam. Keyin siz nimani, siropni nima dozasini kuchaytiring dedingiz. Men ham o'sha 5-6 nimada berayotgandim, 10 ga chiqqanimiz yo'q. Milligramda. Milligramda. Mana bu bir narsani shu o'rinda eslatib o'tib ketaman. Foydalanuvchilarga ham foydali bo'ladi. Nimasi bilan o'sha asabiylashish holatini, ya'ni qo'zg'atuvchalik faktorini nimasi bilan pasaytiradi degan savol baribir sizda bo'lgan bo'lsa kerak. Bu yerda qarang, biz siropimiz tarkibida achchiq tarvuz ekstrakti teri kasalliklariga mo'ljallangan umumiy davolash usuli va bu yerda achchiq tarvuz ekstraktidan tashqari melissa o'ti va valeriana o'ti. Valeriana tinchlantiruvchi va melissa ham kelasi tinchlantiruvchi giyohlar hisoblanadi. Xo'p. Ko'tardingiz dozasini keyin? O'sha nima sizlar suhbatinglardan keyin 10 ga ko'tardingiz. Keyin o'shaning ichida yana telefon keldi nimadan. Hayit bayramiga Xuddi ular meni nimamni bilganda. Nimalar, a'zolaringiz. Anaqa. Hayit ayyomiga shunaqa chegirma narxda nima Ramazon chegirmasida bor, mabodo olsanglar deb shuna dedi. Men hozir shu nimani eshitib, nimadan, gruppadan oxirgi siropimni ochib foydalanib turgandik deb 2 taga zakaz berdim, yana tashlab ketishdi. Hozir foydalanyapmiz. Endi qarang, mayli. Bu hozirgi holatimiz avvalgiga nisbatan necha foiz ijobiy tomonga o'zgargan? Samimiy gapiravering, ya'ni ko'pirtirish, bo'rttirish, oshirish kerak emas. Yo'q, boshida men mana ko'rib turibsizlar, Kamoliddin qizimda ozgina o'sha psixolog nimasida, psixologik tomonda ozgina nimasi bor-da. Endi to'g'risini aytish kerak. Gruppadagilar ham oldin ham aytilgan bu narsa, video chatda o'zi foydasi 90% ga bo'ldi foydasi. 90% bo'ldi. Bo'ldi. Lekin qizimda ozgina o'sha qaysarlik, haligi nimasi bu beg'uborda, buni kontrol qilish qiyin. Bu beg'ubor qiz. Nima bo'lyapti? O'sha saldan salga ozginaga ham asabiylashib shu o'zi nima qilyapti-da. Bo'lmasa lekin shu paytgacha tuzalib bo'lardik menimcha. Inshaalloh, Xudo xolasa. Endi kimgadir oldin, kimgadir keyin. Hammani yondosh kasalliklar. Qo'llarda qolmadi, oyoqlarda ham bordi, qolmadi. Men sizga Kamolni ko'rsatib qo'yaman hozir birinchi holatni. Menga tashlab berasiz, chunki videoga albatta qo'yamiz avvalgi holat va keyingi holatlarni. Menga Telegramdan jo'natib qo'ysangiz, foydalanuvchilarga ham qiziqarli bo'ladi baribir. Keling, agar ruxsat bersangiz, mana shu qo'llarni ochib, hozirgi yaralarni o'rnini ko'rsatamiz, maylimi? Ruxsatmi? Ruxsat berasizmi dadasi? Albatta. Mana.
Demak, avval mana bularning o'rni hammasi yara bo'lgan, to'g'rimi? Toshmalarning o'rni mana bular. Ko'rib turganinglardek, mana alhamdulillah toshmalarning o'rni bitgan. Bunaqa oq dog' qolishi uchun bu toshmalar o'rnida nihoyatda katta mana bunga o'xshagan yaralar bo'lishi kerak. Mana endi organizm melaninni qo'llab-quvvatlayapti va asta-sekinlik bilan butun tana o'zini holatini eski holatga qaytarishni boshlaydi, ya'ni tiklanishni boshlaydi inshaalloh. Biroz kechroq kechyapti. Boya siz video suhbatimizdan oldin siz aytganingizdek, parhez masalasiga biroz amal qilishimiz qiyin bo'lyapti, deyapsiz. Demak, parhezning muhimligini tushundinglarmi? Ha, endi men iloji boricha anaqa qilyapman, shu qizim ozgina Parhezda qiyinchilik. quloq qo'lyapti. Siz hozir bir narsaga va'da bering. Mana dadangizlar bilan oyingizlarning oldilarida o'tiribmiz, ha? Parhez qilasiz. Dorilarni o'z vaqtida ichasiz. Mana bu sizga hozir yana aptekadan oladigan dorilaringizni yozib berdim, ko'rikdan o'tkazdim. Xudo xohlasa yana qo'shimchalarni qilib, akkuratni lecheniya qilamiz. Ko'rmaganda Oysuluv qiz bo'lasiz. Kelishdikmi? Inshaalloh. Siz xursandmisiz o'zingiz? Siz aytganingizdan? Bizni kuzatasizmi doim? Ha, sizni ko'raman. Ko'rasizmi? Telefonda ko'rasizmi? Ko'raman aka. Xursand bo'ldik. Juda ham xursand bo'ldim. Mana ular qara, endi ko'p ko'ryapmiz. Nima? Ha. Yomon holatlar. Yomon holatlar. Qizim mana qara, seniki yaxshi. Yaxshi, alhamdulillah. Shunchalik yaxshi bo'lding, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Juda anaqa parhezda ushlaylik deb ko'rsatib qo'yaman. Gaplaringizni. Parhez ushlash kerak. Ha, bemorlar gaplarini, rasmlarni ko'rsatyapman. Shunaqa. Sizdagi kasal emas. Bu bitgan, faqat ozgina qoldi. Ozgina sabr, oyingizlar aytganlaridek 90% yengdik. Ozginagina qoldi. Parhez qilasiz, oyingiz aytganlarini qilasiz. Xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Inshaalloh. Ayajon, qarang, Dermalife kompleks mahsulotiga ishlatgan plyusga rozimisiz? Ko'nglingiz to'ldimi mahsulotdan? Ko'nglim to'ldi. Roziman. Umringiz uzoq bo'lsin. Tavsiya qilaman. Tavsiya qilasiz. Ya'ni mana bu kamerada sizni ko'rayotgan bizni hurmatli kuzatuvchilarimizga ham o'zingiz tavsiyangizni aytsangiz, biz xursand bo'lgan bo'lar edik. Mana ko'rishdi qizimni holatini, oldingi holatini ham tashlab beraman. Juda ham ijobiy tomonga foydasi yaxshi bo'ldi, mana 90%. Bo'ldi foydasi. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat sizlarga. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma kollektivlarga, rahmat katta. Sizga, Gavharoyga ham juda ham minnatdorman. Umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham mana 5 yildan berimi, Kamoliddin, men juda ham haligi siqildim-da holatga qarab. Bir yerlarga olib borgim kelardi. Endi holatni ko'rib, endi katta qiz-ku, bunaqa holatda endi har xil odam bor. Shunga juda diqqat bo'ldim, juda ko'p siqildim. Bir gap bor-da sening. Teri kasalliklari hamma uchun aytib o'taman. Teri kasalliklari bu Ayub alayhisalomdan esdalik. Ayub alayhisalom kim teri kasalligiga sabr bilan, chidam bilan o'tsa teri kasalligidan Ayub alayhisalomning savobini oladi degan umid qilamiz. To'g'rimi? Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sizdagi holatdan juda ham xursandmiz. Siz ham bizdan xursandligingizni eshitib yana ham xursand bo'ldik. Vaqtinglarni ajratganinglar uchun, hovlilarning eshigini ochib bizni qabul qilganinglar uchun, fikr mulohazalaringiz, samimiy ko'z yoshlaringizni biz bilan o'rtoqlashganinglar uchun kattakon rahmat. Bu biz uchun sharaf albatta. Aziz yurtdoshlar, hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari, agar sizda hali ham ikkilanish bo'layotgan bo'lsa, Dermalife kompleks mahsulotlarini ishlatish bo'yicha mana bu videoni ko'ringlar. Albatta, o'zingizga yarasha fikr mulohaza chiqarasiz degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting, sog' salomatlar bo'linglar. Ushbu xonadonga yaratgandan komil shifo, salomatlik va qalb qaynoqligini tilab qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Boringlarga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani qabul qilganinglar uchun kattakon rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik bizni izlab kelganinglar uchun rahmat. Salomat bo'ling. Men xursand bo'ldim sizni ko'rib. Men ham xursand bo'ldim aka. Salomat bo'linglar. Allohim charchamanglar. Boshqa. Siz duotingizni bersin aka. Amin, amin. Bitta duo qiling siz. Siz duotingizni bersin. Hech qaytisi o'lmasin. Amin. Amin. Allohu akbar. Bu biz olishimiz mumkin bo'lgan duolarning ichida eng buyuk duo. Sababi mana bu farishta misol qizlarimizning duosi yaratganning oldida beparda qabul qilinadi. Barcha kuzatuvchilarimizni ham haqqiga duo qilib turing doim, xo'pmi? Siz qatori hamma teri kasalliklariga o'zi yechim topsin. Salomat bo'lasizlar. Rahmat kattakon.